Kanalimga obuna bo'ling, like va kommentariy kutib qolaman. Assalomu alaykum mening hurmatli o'quvchilarim. Bugun sizlar bilan fotofoisk orqali, ya'ni tovarlarni rasm orqali qidirishni o'rganamiz. Buning uchun mana tavboga kirib olamiz va tepadagi kameracha rasmi bor, o'shanga kiramiz. Va bizga mana galereyamiz chiqazib beradi. Buning ichidan o'zimizga kerakli bo'lgan narsani tanlaymiz. Masalan, mana bu sumkachani rasmi. Kiramiz. Mana bizdan har xil rasmlarni chiqazib beradi. Bu har xil do'konlar. Buning ichidan biz o'zimizga yoqqanini, ko'p odam sotib olganini va narxi o'zimizga mos keladiganini tanlaymiz. Masalan, bu birinchida turgan mahsulot ko'pincha yaxshi do'konni ko'rsatadi. Mana narxi 28.5 yuan, $3.97. Mingtadan ko'p odam olgan, 48 soat ichida yetkazib berar ekan. Adziblari bor. Rasmlari mana shu ko'rinishda kelgan. Va otsenkasi ham 3 ta olmos. 4.3, 4.5, 4.8. Bizga yoqqan bo'lsa, shu mahsulotni sotib olishimiz mumkin. Yo'qsa, mana boshqachalari ham bor. Ularni ham ko'rib olishimiz mumkin. Mana hozir yana bitta rasm orqali qidirib ko'ramiz. Masalan, bu yetski oyoq kiyim. Mana bunda ham har xillarni bizga chiqazib beradi. Buning ichidan ham eng ko'p sotib olinganini va narxi o'zimizga to'g'ri keladiganini tanlab olamiz. Masalan, mana buni ko'ramiz. Xo'p, 909 yuan ekan. Xo'p, 24 soat ichida yetkazib berilar ekan. Mana 4 ta yulduzcha va 4.6, 4.4, 4.6. Xo'p, buni ham atiblarini ko'ramiz. Afsuski, real rasm yo'q ekan. Yana qidirib ko'rib, ichidan eng ko'p sotib olingani mana $4.57 ekan. 21 soat ichida yetkazib berar ekan. Mingtadan ko'p atsipi bor. Mana ichida real rasmlari, videolari, hamma narsasi bor. Mana hamda otsenkasi 5 ta yulduzcha. Mahsulotni sotib olsak bo'ladi, agarda sizga yoqqan bo'lsa. Endi shu yerda yana bitta shu rasmlarni galereyaga saqlanib qilishni o'rgatib ketaman sizlarga. Buning uchun mahsulotga kiramiz. Mana rasm turibdi. Rasmni ustini bosib tursak, bizga skachat qilish belgisi turadi va shuni bosamiz. Video galereyaga tushdi. Buni endi ko'ramiz. Galereyaga kiramiz. Mana bu hozir bizni saqlanib qilgan rasmimiz. Rasm saqlanib qilish ham shunaqa bo'ladi.